yillar desak, bu tezlik endi nima aylanishni boshladi. 3ga o'tdi. 3 tezlikka o'tadiki, o'sha erta nima qo'shildi? Bundoq qarashadi ular. Yo'q, to'xta, ha, qornim but. Kiyimim bor, lekin nimaga ishim ketmayapti? Uni qilib ko'rsammikin, buni qilib ko'rsammikin? Bolalarim o'ylashni boshlashdi ular. O'sha sarpa suruv degan yig'ib manashni zo'r ketishni boshladi-da. O'sha narsa 3 tezlikda aylanishni boshladi yoshlar. Chunki o'sha odamlar kelajagini o'ylashni boshlashdi. Faqat hozir emasdik, o'sha ketdi kelajagiga. Keyin undan yana 20 yil keyingi, ya'ni hozirgi mana bizning davrimizda, mana hozirgi bizning примерно plus-minus yosh atrofida o'sha 80-yillar yoki o'shalar orasidagi bo'lgan yillarda o'sha biza kimlar oilada kadrliklar bo'lsa, bu XYZ pokoleniya deydi-ku, masalan, bizning ota-onalarimiz X pokoleniya bo'lsa, zavodda ishlashga ham tayyor, hamma narsa. Biz Y pokoleniyamiz. Biz hozir 8 soat vaqtimizni pulga sotadigan, sog'lig'imizni o'sha vaqtga almashtiradigan yoki oladigan o'sha daromadimizga mehnat qilib berishimiz kerak deb o'ylagan standart holatdagi bo'lgan bo'lsa, mana shu 4 tezlik. 4 tezlik o'tamiz. Shunaqa o'ylaydi standart ko'pchilik. Ya'ni demak, ishimni qilsam pul keladi. Mehnat qilsam pul kelmaydi. Biz almashtirishga tayyormiz, vaqtimizni sotib olishga, bolamizni qarash o'rniga ishlashga, ko'chaga chiqishga, boshqaga. Endi xo'p, biz hozir shu ketamiz. Bu yomon emas, chunki biz kelamiz, lekin ko'rasizlarmi, vaqt tezlashyapti. Nima bo'lyapti? Endi kimdir qarindoshing kasal bo'ldi, ota-onang boshqa, endi unga pul topaman desam, o'g'ling iskelib turibdi, kontrakt to'lashing kerak. Endi unga pul topaman desam, mana ishing yaxshi bo'lib turibdi, voy hozir ishingda savol chiqdi, ketdi, haydab olsang, yo boshqa narsa bo'lyapti, o'zgaradi. Yoki yana endi uni hal qilaman deding, desa o'zing savol beringlar. Endi buni hal qilding, yana nimadir kutilmaganda 1, 2, 3, 4 ta savol. Hozir buni hal qilishga vaqt kam berilyapti. Endi dunyo senga boqmasa, sen dunyoga boq. Bo'ldi. Demak, savol keldimi, hal qilish kerak. Savol keldimi, hal qilish kerak. Savol keldimi, hal qilish kerak. Oldingi biz endi ota-bobolarimizdagi 40 yilda ham keladi degan narsa yo'q. Hozir mana nimani xato qildingiz, o'zingiz bilib turibsiz. Mana bu kimdir darsasini oldingiz, mana shu narsasi, oldin shunaqa tez kelyapti. Bir haftaga qolmay kelyapti. Sababi yer shari aylanadi. Lekin buni zo'r tarafi ham bor. Bizga esimizdan chiqib ketib ulgurmayapti-da. Qildik, ko'ramiz. Kimgadir misol uchun shu yordam berdikmi, ertasi kuni o'zimizga kelyapti. Ochildikmi, kelyapti, ko'rib turasiz-da. Ya'ni ulgurmaymiz, unutib. Sirasi javob kelyapti. Bir tarafdan yaxshi. Ikkinchi tarafdan endi bitta kelyapti-ku, 3 ta 4 ta kelyapti. Nima qilish kerak? Tez hal qilish kerak. Kasallik nimadan bo'lyapti? Endi biz o'tirib, dorilar ichib, yana ham kuchayib, yana dorilar ichib o'tira olmaymiz. Bunga masalan psixologiyada psixosomatika yo'nalishi bor. Ham ongimiz bilan ishlaymiz. Nimaga kasal bo'lyapti? Misol uchun, aytaylik, nima kasallik? Nima kasallik? Kimda nima? Oshqozon og'rig'i. Misol oshqozon og'rig'i. Hazm oshqozon nimaga javob beradi? Informatsiyani, hayotdagi bo'layotgan voqealarni hazm qilishga. Sizni hayotingizdagi bo'layotgan narsalar sizga yoqmayapti. Siz norozisiz. Kimdan norozisiz? Alloh. O'shani sizga ko'rsatyapti oshqozoningiz og'risi. Tushunasizmi? Oshqozoningiz og'rimasa siz bilmasidingiz. Siz toshgan yeb yurardingiz, lekin oshqozoningiz og'ridi. U yana nimani ko'rsatyapti? Voy, sog'lig'ingni, men senga bergan tanani asramayapsan. Men senga uning davomida bu narsani berib turgan edim, omonat edi, seni tanging. Lekin sen olding, osh yeding, uxlading. Dumlama yeding, masalan, qozon qo'yib yeding, uxlading, shashlik yeding, uxlading. Jonginam, ertalabki rizq berdim, ye. Ertalab ye, kechqurun sarmidor ozginaroq ye. Yoki yedingmi, mayli, ko'p ertalab sportga bor, yo bir narsani qil. Men senga buni omonat berdim. Signal ketdi. Siz og'rimasa, harakat dori bilan bostirishingiz mumkin, lekin asl negizini bostira olmaysiz. O'shaning uchun psixologiya, psixosomatika yo'nalishi yordamga keldi. U yerda hamma o'sha ildizlarini topsangiz, ham bunaqasiga oson ketasiz, parhezga o'tasiz. Ham aqlingiz bilan ishingizda tavba qilasiz, ishingiz hal bo'ladi, haligi kasallarimiz ketishni boshlaydi.
Shunaqa qilib bizga yordamga kelgan. Juda ko'p qamoq aytaman, kasalini bergan Xudo davosini ham beradi. Hamma taraflarga beradi. Faqat shuni eshitib, ko'rib, qabul qilib ulgurishimiz kerak. Yo'q, menga kerak emas. Yo'q, ketaverasiz. Aytganingizdek, Covid paytida nima bo'ldi dedingiz-ku, o'zgara olmaganlar chiqib tozalanib ketdi. O'tolganda o'tib ketdi. Bu hammasi Allohdan, chunki biz umrimizni hech qachon kontrol qila olmaymiz. Bu narsa uzun kaltaligi faqatgina mana shu umrni bizni kontrol qilmaymiz. Hamma Allohdan bo'ladi. 1 minutni ham uzaytira olmaysiz, 1 minutni ham kechiktira olmaysiz. Lekin shunaqa narsa bor ekanki, umringizni barakasi degan narsa bor ekan. Bu nima ekan? Masalan, o'sha Imom al-Buxoriy yozgan asarlarini ular yashagan umrga bo'lishgan ekan. Ovqat yeyishi bor, uxlashi bor, bolalik davri bor. To'g'ri kelmayapti. Hech qanaqasiga hisoblash to'g'ri kelmayapti. Nimaga? Barakali, chunki ular buning uchun uxlamasdan, turmasdan yozish kerak bo'lganda, qandoq yozdi deyishadi. Qandoq qilindi? Baraka berdi. Shunaqa baraka bersa, bu faqat o'zingizni qutqarishingiz emas. Farzandlaringiz, keyingi pokoleniyingiz ham davom ettirib o'shaning uchun aytadi, katta niyatlar qilgan. Biz erishgan natijalar ota-onalarimiz qachondir xohlagan narsalar. Biz xohlasak farzandlarimizga kelaveradi. Mana hozir farzandlarimizga chet elda ochiq. Uy, mana mana emas, uy. Mana bittagina butun mana shu yer shari. Biz lekin to shu bu yer shari O'zbekiston. Bitta uyimizni hatto kamlashtirishga xohlamaymiz.